Ajrashamiz. Xo'p, yoshlar. Hozir yangi qonun chiqqan. Ajrashish uchun ajrim to'yini qilish kerak. To'y? Ha. Mana bu qog'ozda hammasi yozib qo'yilgan. Shuni qilib kelasizlar. Siz joydamisiz o'zi? Ajrashish uchun ham shuncha to'xtada o'tamizmi? Mana ham bekorchilik aytmayapman. To'ydan oldin kelin dalinasi bo'lmagan. Kuyov sochlarida oq yo'q edi, yuzida ajin yo'q edi. Hozir hammasini tuzatib sog'lom bo'lib kelasizda. Assalomu alaykum xudoqola. Akangga o'xshamaydi. Bunaqa qonun bo'lmaganda ostonangizga qadam bosmasdik. Voy, kelinglar, kiringlar, bizani ham ko'zimiz uchib turgani yo'q. Ko'p gapirmay tog'oralarimni tezroq bo'shating, past qudidan qutuling. Voy, siz hamchi kartochka somsadan nariga o'tmagan. Qani pulini tez olib chiq qo'ying. Pulimizni olib Uni ertaga qudalar xalq Okay, men sizga taklifnomam buni tortgan paytda kelin-kuyov bir-biriga yaqinlashishini emas, uzoqlashishini so'radim. Keyincha bir-biridan teskari qarab tursin bular. Ha, aka biz bilmaymiz-da. Bunaqa zakaz bizga birinchi marta tushishi. Mashina tezlashtiraylik, jigar. Ha, bo'ladi, aka, xo'p. Mana menga nima deysiz? Kiyadigan sari men qayerdan bilaman? Shuningizda qorasi bor? Qora. Hamma to'yda oq kiyadi-yu. Bizaniki ajrim to'yi. Bormi, yo'qmi? Yo'q. Aytdim sizga. Tez tanli qo'y ertalabdan beri qora ko'yni qidirib yuribmiz. To'rtta video, ikkita merz gaplashganman. Nima o'zi ikkita? Alohida yurishimiz kerak ekan. Yaxshi bo'ldi, basharasini ko'rgiman kelmayapti. Demak, qara, buni o'zing gaplashib orasini. Voy, nikohingni o'zi hal qilib berganman. U yoqqa meni aralashtirmang iltimos. Bollarni yig'ib nimadir qilib berlaring. Biz qilgan hammasi. Pulingni ola. Ajralishdik bugün bemalol barchasini hazilga yo'ydik. Izzat Shukurov kelish kerak emasmidi? Uni ajrashish haqida ashlasi yo'q ekan, qara. Boriga shukr qilgan hommi? Aka, rasman tezlashtiraylik, rasmiyatchilik mana shunday qildi o'zi. Yaxshi, hamma aytilgan narsalar qilib kelibsizlar. Endi bitta to'yxona gaplashasizlar. Dang'illama to'y qilib yashashasizlar. Dang'illama to'y? Key xotin shuncha rasxo'z, shuncha ovalagarchilik yashab qo'ya qolaylik. Men ham shuni o'ylayotgandim, adasi. O'zi nima urishdi? Kiyimimni dazmol qilmaysan, telefonimni tutasan, hamma narsa kech qilasan, kerak emas menga. Voy, siz taqalgan deb tasiz. Nima telefoningizni tutmasligim kerak? Men xotin. Hay. O'zi ajrashasanlarmi yo'q yirib tashlaymi? Onam o'ynasinlar